Assalomu alaykum. Siz hali ham implantatsiya operatsiyasi og'riqlik, xirurgik pichog'ida kesishlik yoki bitmasligidan hali ham qo'rqasizmi? Biz bugun bu masalani sizga yechishga, hal qilishga yordam beramiz. Avvalambor sizni qiynayotgan savolga javob berishga harakat qilaman. Implant o'zi nima? Implant bu siz yo'qotgan tishingizni sun'iy ildizi. Sun'iy ildizni implantni vazifasi siz chaynayotgan jevatelniy davleniyani suyakka o'tkazib berish, jevatelniy funksionalingizni tiklab berish, birinchi o'chirtda bo'lgan estetik ko'rinishingizni tiklab berish. Bizni Restom klinikada yangi usul tavsiya qilinadi. Implant o'rnatish operatsiyasi endi kesmaslik, og'riqsiz va operatsiya tugashi bilan tikmaslik bilan tugaydi. Sizlarga hozir bir bemorimizni ko'rsatib tushuntirib o'taman. Mana bu bemorimizda jag' tishlari olib tashalingan. Uzoq vaqt jag' tishsiz qiynalganlar. Biz bu masalani yechimini topib berdik. Birinchi o'chirtda og'iz bo'shligini skanerирование qilamiz. Skanerирование qilib bo'lgandan keyin modelni laboratoriyaga yuboramiz. Laboratoriya bizga shablon yasab beradi. Laboratoriyadan shabloningiz kelgandan keyin biz sizni implant o'rnatish operatsiyasiga chaqiramiz. Bizning birinchi shagimiz bu shablonni og'iz bo'shlig'iga taqib o'rnatib ko'rish. Og'iz bo'shlig'iga shablon o'rnatilgandan keyin, tushgandan keyin ikkinchi bosqichga o'tamiz. Bu sizga anestetik qilish, og'riq qoldirish. Naborimizda spetsialniy mukatom degan instrument bor. U milkni kerak bo'lgan ob'yomda olib beradi va suyakka dostуп ochib beradi. Undan keyin 4-bosqichga o'tamiz. Implantga loja tayinlash. 5-bosqich bu implant o'rnatish. Implantni o'rnatib bo'lganimizdan keyin formirovatelь disnini qo'yib operatsiyani tugatish. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, zamonaviy usulimizda xirurgik pichog'imizda kesish, qattiq og'riq bo'lish, oxirida operatsiyani tikib tugatish degan so'zlarni ishlatmadim. Bizni zamonaviy usulda implant o'rnatish operatsiyasida qo'rquvsiz, bemalol va oxirida o'zingiz tabassum bilan chiqib ketasiz. Navigatsion implantatsiya usuli kimlarga maslahat beriladi? Suyangiz kam bo'lsa, juda qattiq qo'rquv bo'lsa va uzoq vaqt og'iz bo'shligingizda tishlarsiz yurgan bo'lsangiz, shu bemorlarimizga bu usulni tavsiya etamiz. Bu usulni amalga oshirish uchun bizga rentgen kerak bo'ladi va sizni og'iz bo'shlig'ingizda skaner qilish kerak bo'ladi. Ko'p bemorlar bir kun ichida tish bilan chiqib ketamanmi deb savol beradi. Kelinglar bu savolga javob topishga yordam beraman. Ko'pincha vaziyatlarda mif bo'lib sizga va'da berishadi. Implant qo'yilgandan keyin bir kun ichida tish bilan chiqib ketish uchun bizga muhim kriteriyalar kerak bo'ladi. Torkni yaxshi olish, ya'ni implant suyakka yaxshi joylashishi. Ikkinchisi, suyagingizni qattiq yoki yumshoqligini aniqlash va uchinchisi, suyagingiz kerakli bo'lgan ob'yomda bo'lishi. Ekranda ko'rishingiz mumkin. Bu bemorimizga implant o'rnatishimizdan oldingi bo'lgan holat, o'rnatib bo'lganimizdan keyin holat. Bu keysda ko'rishingiz mumkin. Patsientimizning milki yuqa bo'lganligi uchun srazu tish qo'yish mumkin emas edi. Bemorimizning hamma kriteriyasi to'g'ri kelganligi uchun biz patsientga bir kun ichida временный koronkalar qo'yib berdik. Sog'lom tabassum bu nafaqat go'zallikdir, balki salomatlikdir. Agar sizni ham shunga o'xshash muammolar bezovta qilayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.